Assalomu alaykum barchaga. Bu Kosmos Anime kanali. Video preview'dan bilgandirsiz. Bugungi video anime yangiliklar 2026. Videoni boshlashdan oldin sizlarga kanalimiz statistikasini ko'rsatsam. Ko'rib turganingizdek, obuna bo'lganlar atigi 5% tashkil qilyapti. Men sizlardan shu muammoni to'g'rilab qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Qani endi ko'p cho'zib o'tirmay, biz boshladik. Demak, birinchi anime Jodugarlar jangi 3-fasl. Bu animening yaqindagina 3-fasl treyleri chiqdi. Shaxsan men ikkita faslni to'liq ko'rgan odam sifatida ko'proq Sukuna va Gojo'ning jangiga qiziqyapman. Bu anime xuddi shu joyda tugagandi va nihoyat 3-faslni ko'rishimiz mumkin. Animening yangi fasl premyerasi yanvar oyida bo'lib o'tadi. Aniq sanasi hozircha noma'lum. Navbatdagi anime esa Qora Clever 5-fasl. Agar siz ushbu animeni haligacha ko'rmagan bo'lsangiz, shu videodan so'ng albatta ko'ring, chunki bunda animelar juda ham kam. Ko'ramiz, qahramonimiz asta afsongarlar qiroli bo'larmikan? Animening premyera sanasi aniq oyga belgilanmagan, lekin 2026-yilda chiqishi aniq. Va yana afsuski, kunlari ham noma'lum. Keyingi animemiz esa Re:Zero, yozgi dunyodan noldan hayot. Bu animeni ba'zi odamlar zerikarli deb hisoblaydi. Lekin agar siz bosh qahramonning qayg'usiga sherik bo'lsangiz, animeni oxirigacha ko'rasiz. Bu animeda umumiy 4 ta fasl mavjud bo'lib, 5-fasl premyerasi 2026-yilning yanvar oyida bo'lib o'tadi. 4-animemiz esa Iblislar qotili Kokoshiboga qarshi jang. Va nihoyat birinchi oliy oyning asl kuchini ko'ramiz. Shu jumladan Shamol ustuni Senami va Tosh ustuni Gyumelarning ham asl kuchlarini ko'rishimiz mumkin. Aytgancha, yangi animemizning filmida Tomaga qarshi Inosuke va Kanaoning jangini ham ko'ramiz. Xullas, yangi film premyerasi 2026-yilning oxiri. Agar omadimiz kelmasa, 2027-yilgacha cho'zilishi mumkin. Navbatdagi anime Bleach 1000 yillik urush. Bu animeni umuman ko'rmagan odam sifatida shuni aytishim mumkinki, yangi fasl yoki film 2026-yilda chiqadi. Buni Bleach manga muharrirlarining o'zlari tasdiqlagan. Doimgidek bu animening ham premyera sanasi noma'lum. 6-animemiz Jahannam jannati 2-fasl. Xo'sh, ko'ramiz, yangi faslda bosh qahramon Gabimaru o'z uyiga qayta olarmikan? Animening birinchi fasli 12 ta qismdan iborat bo'lib, ikkinchi fasl premyerasi 2026-yilning yanvar oyida. Keyingi animemiz esa barcha kutgan o'sha mashhur anime Tokyo qasaskorlari 4-fasl. Adashmasam oxirgi voqealarda qahramonimiz Takemichi o'tmishda qolib ketganda, xo'sh, uning Maki bilan keyingi qadami qanday bo'ladi? Shaxsan men bu animening mangasini o'qimaganman. Davomini qanday bo'lishini biladiganlar kommentariyada deb fikringizni kutaman. Animening 4-fasl premyerasi 2026-yilda. Aniq sanasi afsuski noma'lum. Demak, bizda so'nggi anime Omadsizning qayta tug'ilishi 3-fasl. Bu animening oldingi ikkita fasli haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bu animeni ko'rmaganlar bo'lsa, ko'rish jarayonida juda ozg'in qizaloqdan qo'rqib ketmanglar. Barcha kutgan ushbu animening premyera sanasi 2026-yilning aprel oyida bo'lib o'tadi. To'g'ri, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nega barcha animelarning aniq sanalari noma'lum deb? Chunki bu video juda ham erta chiqdi. Agarda 26-yilning boshlariga chiqarganimda animelarning sanalari aniq bo'lardi. To'g'risini aytsam, bu videoni bir obunachim so'ragani uchun chiqarganda, o'sha obunachim bundan biroz oldinki anime yangiliklar 2025 videoyimga 26ni ham chiqaring deb yozgan ekan. Bundan meni kayfiyatim ko'tarilib, ushbu videoni yasadim. Xullas, mana o'sha video va o'sha kommentariya. Bugunga hozircha shular. Yangi kelganlar obuna bo'linglar. Bundan qiziq videolar hali oldinda.